Aziz kuzatuvchilar, mana shu 3 ta vitrinli xolodilnikka bitta agregat o'rnatilgan desam ishonasizmi? Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Buxoro shahridagi navbatdagi obyektimizga yetib kelganmiz. Samovar market bu yangi ochilyapti. Ushbu obyektimizda vitrinli xolodilniklar uchun agregat o'rnatib beryapmiz. Kelinglar, ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu yerda 3 ta xolodilnik kamera joylashgan. Bittasi ochiq turdagi, ikkita yopiq. Va bular gradus navirat qilyapti. Aziz kuzatuvchilar, mana shu 3 ta vitrinli xolodilnikka bitta agregat o'rnatilgan desam ishonasizmi? Kelinglar, ko'rib chiqamiz. Aziz kuzatuvchilar, mana o'sha 3 ta vitrinli xolodilnikimizga o'rnatib bergan agregatimiz Teskis kompaniyasiniki 6 HP yopiq tipdagi agregat. Ushbu agregatimizni qulaylik tomoni shundaki, bu tashqarida joylashgan, savdo zaliga issiqlik bermaydi va pasaytirilgan shovqin darajasini ta'minlaydi. Qulaylik tomoni shu. Va o'sha 3 ta vitrinli xolodilnikimizni bitta agregat sovuqlik bilan ta'minlab bera oladi. Kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.